Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimizga asfalt bosish jarayonidamiz. Bu obyektimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida bo'ldi, xudo xolasa. Akamiz asfaltlarni xuddi mana shunday chiroyli qilib qo'yib berdik. Bundan bir 15 kun oldin akamiz xonadonlarga ham asfaltlarni bosib bergandik. Xudo xolasa yana uchastkasida ham maydoni bor ekan. Xuddi mana shunday chiroyli qilib bosib beringlar deb chaqirishdi. Xudo xolasa bugun obyektlarni bitirib berdik. Ko'rishlari mumkin. Xuddi mana shunday qumlarni oxirida sepib beramiz. Asfalt ustiga xuddi mana shunday qum sepiladi. Sement sepadigan bo'lsangiz, qishda muzlama bo'lganda yo boshqa bo'lganda sement ko'chib ketib, ustulari notekis holatga kelishi mumkin. Xuddi mana shunday holatda qum sepiladigan bo'lsa, juda bir a'lo darajada bo'lib, qum saqichlari bilan birlashib, yana ham asfaltni uzoq yil xizmat qilishini ta'minlaydi. Asfaltimiz narxiga kelsak, asfaltimiz Farg'ona viloyatidan mayin asfaltdan, birinchi sort asfaltdan bo'ladi. Xudo xolasa 1 yil kafolat beramiz asfaltimizga. Avval oddiy katoy, undan keyin vibratorli katoy bilan bosib beramiz. Narxi xudo xolasa 65 ming bilan 70 ming atrofida bo'lyapti. Ekranda raqam qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.